Faqatgina o'zbek ertalab 5:30da turib osh yeydi. Mana. Bugun Yusufjon siynilarni uzatyaptilar do'stimiz, baxtli bo'lsin. Mana bu yoqda hozir hamma bolalar shu yerda mana qo'qoni. Sarvar kelmadi, mana 5 ta yig'ilamiz deganmiz. Sarvar ofis tozalab qo'yarsa, mana qo'qondan mana osh yegani keldilar. Mana osh. Assalomu Assalomu alaykum. Biz xizmatda sal kechroq yirganmiz. Ozgina. Ahmadjon urarlar orada. uradi. Mana do'stlar, shunaqa gap qurlar. Mana bugun Yusufjon singlarni uzatyaptilar. Baxtli bo'lsinlar. Baxtli bo'lsinlar, iloyim. Oqibatimiz yo'qolmasin. Shunaqa. Ertalabdan keldik. Soat necha? 5:30mi? Bundoq tashlaymiz hozir. Bundoq laganda, bundoq qo'lingni lagancha yetib qo'yadi. Odamlarga boradi guruh. Lagan o'tayotganda bittasida qazi yo'q qolmasin-da. Shunaqa gaplar.